Dostum, yaxshimisiz? Kechlikiniz xayrli bo'lsin. Tun paytida huzuringizga yetib keldim. Men Nijat Vali Yaqub. Bugun kecha siz bilan pul haqida oz-to'la o'rtoqlashmoqchiman. Pul jamiyatimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsa. Yana ba'zida pul sababli atrofimizdagi odamlarni qayta tunib qolamiz. Chunki pul so'raganda ko'ngilni qaytirishda bo'lsa, odamiylikni ko'ramaymiz. İnson bo'lgan ekanmiz, bu umrimda mangu jiddiy pul lozim qilmayman deb aytolmaymiz. Qo'lingiz qisqa bo'lib qolganda sizga shartsiz yordam qila oladigan, pul berib turadigan odamni hayotingizga isil inson deb sifatlasak, menimcha ortiq ketmaydi. Shuna esingizda bo'lsin do'stim. Hargizmi sizga yordam qilgan kishining dilini ranjitmang. Chunki pul o'tni olgandagi o'qil hissiyotning qanchalik qirtoq bo'lganligi albatta sizga ayon. Siz ranjitayotgan kishi dal ayni chog'da sizni hijolat to'qmishidan qaytirib kelgan odam. Demak, qiyin kunlaringizda birovning sizga bergani menimcha faqat pulli bo'lib qolmasdan, balki sizga bo'lgan ishonch va rag'bat bo'lishi mumkin. Agar xatolashmasak, bu oy bu kunlarda boshqalarga qarz berganda boyg'uchikam deb atilib, qaytirib oldigan chog'da tilamchidan battar bo'lib qolishdan qo'rqamiz. Chunki pul hamisha berib turganda muhabbat, qaytirib oldigan chog'da nafratga aylanib qolgan ajoyib bir narsa. Ayniqsa shundoq turug'liq, boshqalar sizga qarz berib turishga yana nimishqa rozi bo'ladi? Sababi faqat birla. Bu bo'lsa-mu, ishonch. Agar dunyoda bir sifat toki siz o'lib ketguncha yuzingizni yo'rib qoladi desa, menimcha u dal ishonchlik odam bo'lishdir. Ishonch bo'lmagan oilaning bo'sog'isidan na muhabbat, na boylik qotlamaydi. Ishonch bo'lmagan do'stlik hargizmi yiroqqa davom qilmaydi. Ishonch bo'lmagan hamkorlik mangu ro'naq topmaydi. Albatta, birovning sizga yordam qilishga rozi bo'lgani, qiyinchilikdan o'tishingizga hamdam bo'lishi, dal shu hayotlikdagi qimmatli boylik bo'lgan ishonchni sizga bog'lig'inidan bo'lgan. Opamning aytishicha, ilgari cho'nglar olqiniga birni tukirib, kelishdiq deyish bilanla nurg'un katta savdo tijoratlarni bitirib ekan. Bugungi kunga kelganda kichikkina ilm setimimi bir qancha bat hujjat tayyorlaydigan bo'lishib ketdi. Albatta, buningdan bak ranjishga bo'lmaydi. Chunki odamlarda ishonch suzlab ketdi. Pul topgan odam bu ishning qiyinligini, qon tari badligiga chiqqan pullarni avaylab hajlashni albatta sizdan obdonroq bildi. Biroq u boshqalarga hojatman bo'lib sog'irib qilishning tasligini ham bilgachga, sizning taskinni qilishingizni xohlamay sizga yordam qo'lini uzatgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, undaq sizchu pulni topdingiz. Kishining haqqini qaytargudek mag'durg'imi kirdingiz? Amsi nishqa yana kunni-kunga ulab, tugimas yolg'onchilik, yasalmalik bilan o'zingizni bechora holga tushirib qo'ysiz. Balkim siz kichikkina puldan bakchiq foydaga erishgandek, ajoyib cho'ng bir ishni qamlashtirayotgandek mag'rurlanib ketgan bo'lishingiz mumkin. Amaliyotda haqiqat shuki, siz manfaatparastligingiz sababli puturib qo'ydingiz. Puturgandimi baksat puturdiz. Chunki sizning oldig'ingiz, ko'zni bo'yig'ingiz amaliyotda sizga nisbatan hayotingizdagi eng qimmatli. Sizga ishonishni xohlagan, yordam berishni ma'qul ko'rgan, boshqalar oldida tirnoq tatlab turishingizni ko'rgisi kelmagan eng suyumli shafqatchilaringiz edi. Dastlabda sizda pul bo'lmagan bo'lsa, hamlik sizning atrofingizdagi mehr-muhabbat, ishonch berganlarmi sizning nobobligingiz sababidan sizdan jiroqlashdi. Menimcha, mana buni biz haqiqiy yo'qotish deymiz. Do'stlar, hayotimizda agar boshqalar bizga pul xarjlashga rozi bo'lgan bo'lsa, bu bir mardlik. Albatta rozi bo'lishimiz kerak. Agar birov bizga pul berib turishga rozi bo'lsa, bu bir yordam.
manguga unutmasligimiz kerak. Agar o'zimiz ishlab pul topsak, menimcha bu katta bir baxt. Cho'qin qanoat qilishimiz kerak. Xo'sh, do'stim, bugun mushunchalik mo'ndishayli. Do'stingiz Nijot erta saharda sizga go'zal kayfiyat va xayrli ishlarning yor bo'lishini tilaydi. Erta soat 11 da mo'ndishayli. Xayrli kech.